Assalomu alaykum do'stlar. Shu Rossiyada patent asosida ishlaydigan migrantlar uchun muhim eslatma. Do'stlar, 2024-yilda Rossiyada bir qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan. Bunga asosan patent olingandan keyin 2 oy ichida уведомление qilish kerak mehnat faoliyati bo'yicha. Bu MVDga shu трудовой договор yoki гражданский правовой договор haqida ma'lumotni taqdim qilish kerak. Ko'pchilik ushbu majburiyatni qilmagan 2025-yil, 2024-yillarda va shuning oqibatida olgan patentlari annulirum bo'lib ketgan. Annulirum bo'lgandan keyin patent sizga 1 yil berilmaydi. Ikkinchi toifadagi fuqarolar shu трудовой договорni kimlardir orqali, qanaqadir посредниклар orqali qilib уведомление berishgan, lekin MVD buni tekshiruv o'tkazib, agarda siz bu yerda ishlamayotib turganligingiz aniqlansa, siz yolg'on ma'lumot bergansiz deb hisoblanib, sizning patentingiz ham bekor bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, Rossiyaga kelyapsizmi? Ish beruvchingiz bilan albatta трудовой договор qilib va faqat ishlaydigan joyingizda трудовой договор qiling.